Ko'pincha amaliyotda mashina oldi-sottisini amalga oshirishda juda katta xatoliklarga yo'l qo'yiladi. Ko'pchilikka ma'lum, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo'yicha mashina oldi-sottisi yozma shaklda amalga oshirilishi, notarial tartibda tasdiqlanishi va davlat ro'yxatidan o'tkazilishi lozimligi belgilab qo'yilgan. Ammo ko'pincha holatlarda mashina oldi-sottisi shunchaki og'zaki shaklda amalga oshirilib, generalniy dovernost, ya'ni ishonchnoma orqali oldi-sotti qilinadi. Va bu holatda mashina oldi-sottisini amalga oshirish o'z navbatida qonun talablariga zid hisoblanadi va keyinchalik mashina oldi-sottisi o'z-o'zidan haqqi emas deb topilishi mumkin bo'ladi. Bu holatda juda ko'p qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin, xususan sotuvchi ham, xaridor ham masalan pulga kuyib qolishi mumkin, mashinani ola olmay qolishi mumkin, shunaqa holatga uchraydi. Ammo shunaqa holatlardan yana biri, aytaylik, mashina oldi-sottisi amalga oshirildi og'zaki shaklda, generalniy dovernost orqali oldi-sotti qilindi. Xaridor tomonidan pul mablag'lari to'liq to'lab berilgan, ammo mulk huquqi hali ham sotuvchida saqlanib turibdi. Sotuvchi mulk huquqini to'liq unga o'tkazib berishni, xaridorning nomiga rasmiylashtirib berishni so'rayotgan bo'lishiga qaramasdan, xaridor tomonidan mulk huquqi to'liq o'ziga o'tkazilmasdan davlat ro'yxatidan o'tkazishdan bosh tortib, turli xil bahonalar qilib yuribdi. Va ushbu transport vositasidan foydalanish davomida turli xil jarimalar vujudga kelishi mumkin va ushbu jarimalar to'g'ridan-to'g'ri sotuvchining nomiga vujudga keladi. Bu holatda qanday yo'l tutish mumkin, xususan sotuvchi? Aytaylik, sotuvchi mashinani olmoqchi emas, shunchaki mashinani to'liq uning nomiga rasmiylashtirib berish va ushbu aytaylik o'ziga nisbatan qo'llangan jarimalarni bekor qilishni talab qilmoqda. Fuqarolik kodeksining 481-moddasiga ko'ra, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tomonlardan biri tomonidan aytaylik kechiktirilgan yoki bosh tortilgan taqdirda sud tomonidan ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi qaror chiqarilishi mumkin va tomonlardan birini talabi bilan kechiktirgan tomon aytaylik jabrlangan tomonga ko'rilgan zararlarni ham qoplab berishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Ya'ni bu nima degani? Aytaylik, sotuvchi mulk huquqini to'liq unga o'tkazib bermoqchi, ammo xaridor undan bosh tortib uni kechiktirib kelmoqda. Va bu holatda sotuvchi fuqarolik sudiga da'vo bilan murojaat qilib, mulk huquqini xaridorga o'tkazilganligini davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha da'vo qiladi va sudning qaroriga asosan mulk huquqi xaridorga o'tkazib beriladi. Va ushbu kechiktirish natijasida ko'rilgan zararlar, xususan jarimalar yoki boshqa turdagi zararlar sudning qaroriga asosan sotuvchining foydasiga undirib berilishi mumkin bo'ladi. Agarda sizga ham xuddi shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa va tushunmovchiliklar vujudga kelgan bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin.